Assalomu alaykum qizim. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Hozir biz dadamiz turguncha turetskiy zavtrak tayyorlaymiz. Tayyormisan qizim? 5 tasha. Birinchi o'rinda kiyinib tayyorgarlik ko'rib olamiz. Hop. Ketdik. Главный shef-поварimiz Aliya bilan kelishgan holatda xachapuri va manaman tayyorlaymiz. Hamma narsani tayyorlab oldik. Endi sirlarni jorkadan o'tkazib va biz vaqtimizni ekonom qilish uchun tayyor xamirdan foydalandik. Qizim bilan birgalikda ish qilaman degandim, lekin chuchvarani xom sanagan ekanman, chunki hamma joyda tuzga juda ham katta hissa qo'shyapti va shu orada meni asablarim. Rahmat. Hammasi yaxshi, ichki xotirjamlik deb ishimni davom ettiraman. Endi Aliya bilan birgalikda manaman tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi bolgarskiy piyoz, pomidor va bizning qizimiz ko'z yemasin hamma joyni yana boplab o'tiribdi. Aytganimdek, qizim bilan ish qilish juda ham qiyin ekan. Shuning uchun endi bu yog'iga qizimsiz davom ettiramiz. Hamma joyingni kir qilding qizim. Bu yog'iga endi Aliyasiz ish qilamiz. Tayyorlab qo'ygan xachapurilarimizni 180 gradusda 25 minut 30 minutda pishirib olamiz. Va shu orada vaqtdan unumli foydalanib, qizimni kirib qo'ygan kiyimchalarini, kiyimida dog' qolib ketgan kiyimlarini va turmush o'rtog'imni dog' futbolkalarini top-toza qilib yuvib qo'ymoqchiman. Bunda menga Crispy yordamga keladi. 2 ga 1 dog' ketkazuvchi Crispy geli butun oilaga to'g'ri keladi. Gipoallergiyani, hech qanday ximikatlari yo'q va o'zidan yoqimli gul iforini taratib turadi. 0+ yoshdagi chaqaloqchalarning kiyimini yuvishni ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Kirlarimiz yuvilguncha manamanni tayyorlab olamiz. Piyozni yaxshilab qovurib, ketidan bolgarskini solamiz va qirg'ichdan o'tgan pomidorlarimizni solib, ustidan tuxum chaqib dimlab qo'yamiz. Xachapurilarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi hamma narsani stolga qo'yib, turmush o'rtog'imni chaqirsak bo'ldi. Turetskiy zavtrakka o'xshayaptimi? Shirin chiqibdi, nimaga aytaymi? Qizimni qo'li tenglik-ku.